Salom do'stlar, sizlar bilan O'zbekcha DLC kanali. Bugungi yangi videomiz DLC 26 da eski noyob akkauntni kuchaytirish haqida bo'ladi. Videoni boshlashimizdan oldin kanalimiz rivoji uchun shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qanunda biz videoni boshladik. Xo'sh do'stlar, mana shu ekranda chiqqan meni shaxsiy Telegram kanalim. Qo'shilib qo'yishlarini maslahat bergan bo'lardim, sababi bu Telegram kanal orqali arzonga tanga olmos yig'dirsanglar bo'ladi, sezon pas ochtirsanglar bo'ladi va mana shunday noyob eski akkauntlar ham sotib olsanglar bo'ladi. Bizda hammasi ishonchli va halol tarzda bo'ladi. Xo'sh do'stlar, mana videoni ham boshlab oldik. Mana shu akkauntni bugun sizlar bilan birgalikda kuchaytiramiz. Bu akkauntda avvalgi videoda olmos bilan yashil kartani Nuno Mendesni tushirgandik. Endi bugungi videomizda akkauntni kuchaytiramiz. Hamma futbolchilarni full qilib boramiz video davomida. Do'stlar, boya nimaga bu akkauntni noyob dedim? Sababi bu akkauntda Messining 89 lik kartasi va Neymar 86 lik kartasi bor. Messini full qilsak 99 holatda bo'ladi. Hozir akkauntimizda ayrim keraksiz futbolchilar bor, sababi bu futbolchilarni keyinroq DLC 26 da ham olsak bo'ladi. Hozir ularni biz sotib yuboramiz. Birinchi bo'lib hozirda eng zo'r hujumchi bo'lgan Vapeni sotamiz. Fitness kuchaytirgichiga bularni sotishimizning sababi bizda barcha futbolchilarni full qilish uchun kuchaytirgichlar yetmaydi. Shuning uchun hozir bor futbolchilarni sotyapmiz. DLC 26 da bular barchasi bor. Yamal va Hakimi ham bor. Griezmannni ham sotamiz. Buni yaqinda olgandim. Endi sotib yuboramiz. Yana Ruben Dias, Portugaliyalik himoyachini ham sotamiz. Yana kimlar qoldi bizda? Muhammad Salahni ham sotamiz. 85 lik kartasi DLC 26 da bor. Endi futbol qiroli Cristiano Ronaldoni ham sotamiz. Bu ham hozir Premier Ligada bor. Casemiro 77 lik kartasini ham adashmasam sotamiz, chunki u ham kelgan Premier Ligada. Silvani sotdik. Mana Casemironi ham fitness kuchaytirgichga alishtirib olamiz. Hozir shunday qilib keraksiz futbolchilarni sotib, eski noyob futbolchilarni olib qo'yamiz akkauntda. Mana Messi 89 lik kartasi bor. Buni ham hozir biz sotishga majburmiz, Neymar bilan Messini. Sababi ularni sotib, boshqa futbolchilarni kuchaytirib olamiz, keyin ularni yana qaytib sotib olamiz va boshqatdan ikkalasini alohida full qilamiz. Ularni alohida full qilishimizning sababi Neymardan 6 ta 100, Messidan 7 ta 100 chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Video davomida ko'rib borishinglar mumkin, qani 6 ta va 7 ta 100 chiqadimi. Bu video ko'pchilik uchun qiziq bo'lsa kerak. Mana Neymarni fitness texnik kuchaytirgichga sotib oldik. Endi sotilganlar qatorida turibdi. 90 olmosga qaytarib sotib olsak bo'ladi, keyinroq sotib olamiz. Hozir Messini 89 lik kartasini ham sotib yuboramiz. Mana ko'rishinglar mumkin, ajoyib holatda. Buni fitness kuchaytirgichga sotdik. Ana endi akkauntni kuchaytirishni boshlasak bo'ladi. Kimga shunaqa noyob eski akkauntlar kerak bo'lsa, bizga Telegram orqali bog'lanib, toza va ishonchli akkauntlar olsanglar bo'ladi. Hozirda ham Telegram kanalimizda juda ko'p sotiladigan akkauntlar bor. Arzon, qimmat akkauntlar hammasidan bor. Mana do'stlar, ko'rib borishinglar mumkin. Ko'pchilik futbolchilar hozir Premier Ligada yo'q bular. Ham ko'rishinglar mumkin. Ramosni hozir Premier Ligada yo'q. De Bruyne ham 86 lik kartasi olingan. Bunaqa kartasi hozir Premier Ligada yo'q. Bu akkauntimizda avval ham Donnarummani yashil kartasini tushirib olgandik. Mana do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Bizda kuchaytirgichlar bor. Birinchi bo'lib ikkitalik kuchaytirgichlarni tugatamiz, keyin bittalik beramiz. Birinchi bo'lib Isco full bo'ldi. Real Madrid old tarkibida o'ynagan futbolchimiz ajoyib holatda full bo'ldi. Juda ideal. Pashti hamma darajasi 90+ dan bo'ldi. Endi yana fitness kuchaytirgichlar beramiz, ikkitalik. Bu safar Ramos va Sadio Mane'ga tushdi.
Hozircha yaxshi ketyapti. Shu tarzda barcha futbolchilarni full qilib olamiz. Faqat ikkitalik kuchaytirgich beramiz tugaguncha. Bu safar Saul va Manolasga tushdi. Ajoyib yaxshi ketyapti. Yana ikkitalik kuchaytirgich berdik va Varan va Alabaga tushdi. Alaba 90 bo'ldi. 91 holatida full bo'ladi adashmasam. Ikkitalik kuchaytirgichdan beraveramiz. Bu safar ham Varanga tushdi va Varandan birinchi 100 chiqdi. Sterling ham yaxshi ketyapti. Ikkitalik kuchaytirgichlarni berib kuchaytirib boramiz. Ramos yaxshi ketyapti. Tezlik va tezlanishiga tushdi. 2+ dan qo'shildi. Bu safar De Bruyne'ga ham tushishni boshladi. 89 lik reytingda bo'ldi. Do'stlar, bizni Telegram kanalimizda eng arzon narxlar bor xizmatlar uchun. Misol uchun tanga olmos yig'ib berish xizmati 60 ming tanga 2 ming olmos yig'ib beramiz. Buning narxi 110 ming so'm bo'ladi. Sezon pas narxiga keladigan bo'lsak, aksiya kelgani 25 ming, aksiya kelmagani 45 ming. Kerak bo'lsa bemalol yozaveringlar. Kanalimizda bitta admin bor. Shuning uchun hamma narsaga o'zim javob beraman. O'sha admin menman. Halol savdo bo'ladi. Do'stlar, bu videoni o'tkazmasdan ko'ramiz. Sababi video juda qiziq bo'lyapti. O'zimga ham shaxsan bu video qiziq bo'lyapti. Ramos почти full bo'ldi. 91 lik holatda bo'ldi. Barcha futbolchilar hozir yaxshi kuchayapti. Misol uchun Sterling ham tezlik tezlanishi juda ideal ketyapti, boshqa joylarga tushmasdan. Mana bu safar Manolas va Alabaga berdi. Adashmasam Alaba hozir full bo'ladi. Bitta kuchaytirgich bersak, Alaba full bo'ladi. Hozircha hamma futbolchilar ideal ketyapti. Bu akkauntdagi почти hamma futbolchilar hozir DLC'da yo'q yoki bo'lsa ham darajasi tushgan. Mana do'stlar, va nihoyat Alaba full bo'ldi 91 reytingda. Tezlik tezlanishi 100 dan bo'ldi. Qolgan joylari 80+. Juda ideal full bo'ldi bu kartasi. Hozircha ikkita futbolchi full bo'ldi bizda. Bitta kuchaytirgichimiz qolibdi, ikkitalik, buni beramiz. Varan va Sterlingga tushdi. Endi faqat bittalik kuchaytirgichlardan beramiz. 100 ta bittalik kuchaytirgichimiz bor. Ularni ham ishlatamiz. Faqat bittalik kuchaytirgichlarni tez-tez ustiga bosaman video cho'zilmasligi uchun. Sadio Mane 90 holatda bo'libdi. Saul 89, 90 bo'lsa adashmasam full bo'ladi. Pogba 89 reytingda. Sterling 88, Ramos 91, ozgina qolgan full bo'lishiga. Varan 89 kartasi bo'libdi bizda. Manolas 88, De Bruyne 89. Bu akkauntni ham tanga olmosga bergandik. Vyetnamlik do'stimiz tanga olmos yig'ib berdi. Biz bu tangalarga kuchaytirgich sotib olgandik. Do'stlar, hozir ikkitalik texnik kuchaytirgichlar bor ekan, 8 tacha. Shuni ishlatamiz, keyin faqat bittalik fitness texnik kuchaytirgichlar beramiz. Futbolchilarni texnika jihatdan ham kuchaytirib qo'yamiz hammasini. Anchadan beri adashmasam YouTube'da bunaqa video bo'lmagandi. Eski tarkibni full qilish. Video juda qiziq bo'lyapti degan umiddaman sizlarga. Yana qaysi mavzularda video chiqarishimizni istasanglar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Biz bundan-da yaxshiroq videolar chiqarib sizlarga kerakli mavzularni olib chiqamiz videolarda. Xo'sh do'stlar, mana texnik kuchaytirgichlar ham berib oldik. Futbolchilarimiz Saul texnik jihatdan ham ancha kuchayib qoldi. Yana 3 ta texnik kuchaytirgichimiz bor ekan, bularni ham ishlatib, keyin faqat bittalik fitness texnik kuchaytirgichlar beramiz. Hozircha hammasi yaxshi ketyapti. Saul va Sadio Mane ikkalasini ham full bo'lishiga ozgina qoldi. Bu safar Pogba va Varanga tushdi. Bularni ham ikkalasida ozgina kuchaytirgich bersak full bo'lib qoladi. Почти barcha futbolchilarimiz full bo'lishiga ozgina qolibdi. Faqat Sterling va De Bruynedan tashqari. Shu ikkitasi hali uncha ko'p kuchaymabdi. Qolgan hammasi почти full bo'lishiga yetib keldi.
Mana do'stlar, texnik kuchaytirgichimiz qolmabdi ikkitaligi. Endi fitness kuchaytirgichlardan beryapmiz. Bittalik Saul full bo'ldi, ajoyib holatda. Barcha ko'rsatkichlari почти 90 bo'ldi. Kontrol va pas ko'rsatkichlari 90-91. Juda ideal full bo'ldi. Xo'sh do'stlar, hozir video davomida biz adashmasam 3 ta futbolchini full qildik. Endi bittalik kuchaytirgichlarni tez-tez berib, qolgan futbolchilarni ham ideal tarzda full qilib olamiz. 95 ta bittalik fitness kuchaytirgichimiz qolibdi. Adashmasam bu yetadi bizga full qilish uchun. Ramosni ham full bo'lishga ozgina qolgandi. Hozir shuni full qilib olamiz. Tez bittalik kuchaytirgichlar beraman. Pogba 92 lik reytingda bo'ldi hozir. Ramosdan 400 chiqadimi yo'qmi video davomida ko'ramiz. Menimcha 400 chiqarsa bo'ladi. Varandan ham 400 chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Sterling hozir 89 lik kartasi bo'libdi. Uni full qilish uchun ancha kuchaytirgich ketib qoladi. Ramosdan 3 ta 100 chiqdi. Endi tezligini 100 qilib olsak bo'ldi. De Bruyne'dan tepasini ham 90 lik qilib olamiz hammasini. Shunda ideal full bo'lgan bo'ladi. Sadio Mane 93 lik kartda bo'ldi. 94 reytingga chiqsa adashmasam full bo'ladi. Do'stlar, videomiz ozgina cho'zildi, lekin juda ajoyib video bo'lyapti, qiziqarli. Sababi bunaqa akkauntni har kuni ham kuchaytiravermaymiz. Noyob tarkibni bittalik kuchaytirgichlardan tez-tez beryapman. O'tkazib. De Bruyne 90. Manolas full bo'lishiga ozgina qolibdi. Va nihoyat 90 lik reytingda full bo'ldi. Barcha ko'rsatkichlari yaxshi holatda, o'zi uchun ideal full bo'lgan. Bu kartasi uchun. Endi qolgan futbolchilarni ham full qilib olsak, akkauntimiz juda kuchli bo'lib ketadi. Sadio Mane ham ozgina qolibdi full bo'lishiga. Pogbada ham shu holat. 92 lik bo'libdi, yo 92 tarzda full bo'ladi, yo 93 bo'lib full bo'ladi. Biz tez beramiz bittalik kuchaytirgichlarni. Varan ham yaxshi ketyapti. Hozirgi video davomida hali bironta futbolchimiz yomon full bo'lmadi, hammasi ideal tarzda bo'lyapti. Ko'rsatkichlari zo'r. Ramosdan adashmasam 4 ta 100 chiqmaydi. 3 ta 100 chiqarganmiz. Tezligi 97 bo'lib qolyapti. Qani full bo'lsa necha bo'ladi? Va nihoyat Ramos ham full bo'ldi. 81 lik kartasi ekan, 92 bo'ldi. Demak, bizda bu 82 lik kartasida olingan ekan. Tepasidan 3 ta 100 chiqdi. Tezligi 98 bo'ldi. Adashmasam yana 6-7 ta futbolchi bo'ldi. Qoldida full bo'lmagan, shularni ham hozir full qilib olamiz. Va nihoyat yana bitta futbolchimiz full bo'ldi. Ancha kuchli futbolchi. Pogba 92 lik reytingda full bo'ldi. Endi bizda kimlar qoldi? Sadio Mane, Sterling va De Bruyne, Varan qolibdi. 4 ta futbolchi qolibdi. Hozir ularni ham full qilib olamiz. Keyin Neymar bilan Messini sotib olib, ularni ham ajoyib tarzda ideal full qilib olamiz. Sadio Mane'ga tushdi. Ikkinchi marta Sadio Mane'ga tushishi va Sadio Mane ham ajoyib tarzda full bo'ldi. Tezlanishlari 97-98, udar 94. Juda ideal bo'ldi. O'ynatsa zo'r o'ynaydi. Endi bizda 3 ta futbolchi qoldi. Bularni ham tez full qilib olsak yaxshi bo'ladi. Endi yana fitness kuchaytirgichlar berib, qolgan 3 ta futbolchini full qilib olamiz. Keyin Messi va Neymarni olaman. Qaytarib 90 olmasdan qalbni sotib olamiz. Xo'sh do'stlar, video yaxshi ketyapti. 3 ta futbolchi qoldi, faqat video ozroq cho'zildi-da. Varandan ham 2 ta 100 holati chiqdi. Uni ham 4 ta 100 chiqarishga harakat qilib ko'ramiz va hozircha menimcha chiqadi 4 ta 100.
Bizda 42 ta kuchaytirgich qolibdi. Menimcha bu yetmasa kerak. Agar yetmasa yana tangamiz bor. 24,000 tanga bor. Ularni ishlatib fitness kuchaytirgichlar sotib olaman. Avvalgi videoda, bundan oldingi videoda shu akkauntni sotuvga qo'ygandik. Bu akkauntimiz ham klientga sotildi 350 mingga. Yana shunaqa akkauntlar bor, hammasi Telegram kanalimizda. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'tib ko'rib, akkauntlar yo'qsa sotib olishingiz mumkin. Eng arzon akkauntlar bizda, ishonchli va halol hammasi. Akkauntga hech kim kirmasligiga o'zim javob beraman. Bizda hozir 27 ta kuchaytirgich qolibdi, fitness kuchaytirgich. Ularni hozir ishlatib, yetmaganiga yana sotib olamiz. Varandan ham 4 ta yuz chiqarish holati o'xshaydi adashmasam. Hozir 2 ta yuz chiqqan va 99-98 bo'lib qolgan. Mana 3 ta yuz holati ham chiqdi. Yana 2 ta kuchaytirgich berib, tepasidan 4 ta yuz chiqarib olamiz. Keyin faqat texnik kuchaytirgich beramiz varanga. Xo'sh do'stlar, mana hozircha yaxshi ketyapti, hammasi yaxshi. Hech qaysi futbolchi bizda hali yomon kuchaymadi, faqat varanda udar ko'rsatkichi pastroq, qolgan joyi ideal bo'ldi. Va nihoyat mana 4 ta yuz chiqarib oldik tepasidan. Endi hozir ko'ramiz, balki bularga fitness beramiz yoki texnik bersak ham bo'ladimi. Tebruniga ozroq fitness beraylik, keyin hammasiga общий texnik kuchaytirgichlar beramiz. Shunda ideal bo'ladi barcha futbolchilarimiz. Hozir fitness kuchaytirgich berayotganimning sababi Tebrunidan tepasidan tezlik va tezlanishini 100 dan qilib olmoqchiman, lekin chiqmayapti hozircha. 10 ta fitness kuchaytirgichimiz bor, shularni hammasini ishlatib, keyin qolganiga fitness texnik kuchaytirgichlar beramiz. Mana 7 ta qolibdi, yana shularni tez-tez futbolchilarga berib, De Bruyne 95 bo'ladi adashmasam, boya 96 deb adashibman. Hozir 94 lik holati почти full bo'ldi. Bitta kuchaytirgich bersak full bo'lsa kerak. Yo'q, hali ancha bor ekan full bo'lishiga. Full bo'lmayapti bu. Xo'sh do'stlar, bizda fitness kuchaytirgichlar qolmadi. Endi qolganiga texnik beramizmi yoki tangaga sotib olaymi shuni? Mayli, texnik kuchaytirgichlar beraveramiz. 3 ta futbolchi qolgan. Full qilib olsak bo'ldi shularni. Bizda 2 ta futbolchi почти full bo'lgan. Bitta Sterlingga ko'proq kuchaytirgich ketib qoladi. Bizda yetarlicha texnik kuchaytirgichlar bor. Bemalol full qilsak bo'ladi bularni. Mana birinchi futbolchimiz full bo'lib qoldi, Varan. Endi 2 ta futbolchi qoldi. Ularni ham tez-tez kuchaytirib olib full qilamiz. De Bruyne juda ideal full bo'lyapti, sababi 6 ta ko'rsatkichi 90+ dan bo'ldi, pas ko'rsatkichi 100 bo'ldi. Bu yarim himoyachi uchun juda ideal hisoblanadi. Sterling ham shunday, yarim himoyachi, uni ham ideal full qilib olyapmiz. Uning 6 ta ko'rsatkichi ham 90+ dan, mana De Bruyne 94 lik kartada full bo'ldi. 6 ta ko'rsatkichi juda ideal full bo'lgan. Kuch ko'rsatkichi ham 87. Bu yomon emas. Endi bitta futbolchimiz qoldi. Rahim Sterlingni ham full qilib olsak, keyin Messi bilan Neymarni qaytarib sotib olaman. Mana bizda texnik kuchaytirgichlar ortig'i bilan bor. Rahim Sterling ham 6 ta ko'rsatkichi juda yaxshi bo'ldi. Eng ideal kuchaygan futbolchi shu bo'lsa kerak bu akkauntda, sababi tepasidan 2 ta yuz chiqqan, juda kerakli joylari tezlik va tezlanish. Udar ko'rsatkichi ham 90+ bo'ldi. Rahim Sterling ham adashmasam De Bruynega o'xshab 94 lik reytingda full bo'lsa kerak. Va nihoyat Rahim Sterling ham 94 lik holatda full bo'ldi. Buni bemalol ideal full bo'ldi deb ayta olamiz. Mana do'stlar, sizlar bilan birgalikda akkauntimizni ideal holatda full qilib oldik.
Endi hozir qiladigan ishimiz 252 ta olmos bor ekan, shularga Messi bilan Neymarni qaytarib sotib olamiz. Undan oldin nima deysizlar? Darvozabonni ham full qilib qo'yamizmi? Bitta kuchaytirgich bilan full bo'ladi. Bizda Navas ham bor, shuning uchun bitta ikkitalik kuchaytirgichimiz bor, o'shani ishlatib De Gea'ni 91 reytingda full qildik. Navasni keyingi videolarda full qilib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, De Gea'ni hozirgi darajasi 91 holatda full bo'ldi. DLC 26 da adashmasam 76 yo 78 reytingda bo'lgan. Darajasi tushgan hozirda bu futbolchini. Mana do'stlar, Neymarni 90 olmosga qaytarib sotib olamiz. Buni keyingi videoda full qilamiz, Messi bilan ikkalasini. Sababi hozirgi video juda cho'zilib ketdi, kuchaytirgich ham qolmadi. Tangani ishlatib kuchaytirgich sotib olamiz va keyingi videoda ularni full qilamiz. Keyingi video qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu videoga 100 ta like yig'sa, keyingi videoni sirazi qo'yamiz. Oxirgi videolar kam like yig'ib, prosmotr kam olyapti. Shuning uchun like bosib, kommentariyani portlatib qo'yamiz. Biz bundan motivatsiya olib, yanada yaxshiroq videolar chiqarishda davom etamiz. Do'stlar, shu bilan bugungi videomiz ham oxiriga yetdi. Barchaga omad.